Assalomu alaykum. Bugun Meros klinikasida BrainLab Gairbite sistemasi yordamida biopsiya operatsiyasiga hozir guvoh bo'lasizlar. Bu BrainLab Gairbite neyronavigatsiya sistemasi bosh miya chuqur joylashgan o'simtalarni biopsiya olish imkonini yaratadi, sog'lom to'qimalarga zarar yetkazmaydi. Bugun Samarqandda Meros neyroxirurgiya markazida biz miyaning chuqur tizilmalaridan biopsiya olishni BrainLab navigatsion tizimi yordamida muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Bu texnologiya dunyoning eng ilg'or neyronavigatsion tizimlaridan biri bo'lib, u bizga miyaning nozik va chuqur joylashgan o'choqlarida mikromillimetr aniqlikda kirish imkonini beradi. Har bir harakatimiz, har bir asbobning yo'nalishi BrainLab tizimi orqali nazorat qilinadi. Biz miya markazlarini 3D shaklida ko'ramiz, xavfsiz yo'lini tanlaymiz va faqat kerakli joylardan namuna olamiz. Eng muhimi, bu bemor uchun xavfsizlik, aniqlik va ishonchlidir. Biz faxr bilan ayta olamizki, O'zbekistonda BrainLab va Gairbite tizimi hozircha faqat bizning markazimizda mavjud. Bu Yevropa darajasidagi texnologiya endi Samarqandda o'z yurtdoshlarimiz uchun ishlayapti degani. Bizning maqsad har bir bemorga umid berish, hayot sifatini tiklash va og'ir kasalliklarni davolashda zamonaviy yo'nalishlarni taklif etishdir. Meros neyroxirurgiya bu faqat jarrohlik emas, bu inson hayotidagi aniqlik, mehr va texnologiyani olib kiruvchi jamoa. Biz yordam berishga tayyormiz.